BMW M5 KS bu dunyodagi eng tez kuchli sedan, ammo Rossiyada uni yanada kuchliroq qilishdi. Uning ot kuchi 1.8 soniyada 0 dan 100 km/soatgacha, 1.4 mil atigi 8.6 soniyada. 2021-yilda BMW M5 KS chiqarildi. 4.4 litrli V8 dvigatel, 627 ot kuchi, 0 dan 100 km/soatgacha bor yo'g'i 2.9 soniya. Maxsus karbon detallar, yangi shassi, MX Drive tizimi bu M5ning eng ekstremal versiyasi edi. Ammo bu Rossiyada yetarli emas edi. Rossiyada joylashgan Level Performance Track poygalari uchun maxsus tuning bilan shug'ullanuvchi maxsus kompaniya, ular yuqori quvvatli sport avtomobillarini ekstremal darajagacha sozlaydi. Ularning maqsadi oddiy: eng tez bo'lish M5 KSni olishdi va uni qayta yaratishdi. 0 dan 100 km/soatgacha atigi 1.8 soniya, 1.4 mil masofani 8.6 soniya, maksimal tezligi 257 km/soat. Bu M5 KS Bugatti yoki Ferrari kabi superkarlarni ortda qoldirdi. Bu versiyada 16 soniyada 1.4 milni bosib o'tgan bo'lsa, bu versiyada natija deyarli 2 barobar yaxshiroq. Yana shunday texnik tuning loyihalarini ko'rishni istasangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.